Salom berdik anime ixlosmandlari. Sizlar bilan anime olamining eng sodiq va eng ashaddiy sharhlovchisi Levi. Bu kanalda siz eng so'nggi va eng qaynoq premyeralardan tortib, yuraklarni titratadigan eng eski va afsonaviy animelargacha ko'rishingiz mumkin albatta. Qani vaqti boy bermay videoga like bosib, kanalga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'yingki, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta. Tayyormisiz? Uni ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Biz boshladik. Bir. Bugun biza maqbaralar qiroli yoki qabrlar talonchisi qiroli deb nomlanuvchi Tomb Raider King animesining birinchi qismi qisqa sharh bo'ladi. Unda boshladik. Qism boshida bizga zindon ichini ko'rsatishadi. Ichkari qon. Bir necha kishi vafot etgan. Bosh qahramonimiz esa ulkan sudralib yuruvchi maxluq bilan jang qilmoqda. To'g'risi bu maxluq na ilonga, na ajdarhoga o'xshaydi. Qahramon unga qilich bilan to'satdan zarba beradi. Biroq maxluq qilichdan g'alati aura sezib, dumi bilan qattiq hujum qiladi. Zarba kuchi qahramonni devorga uchirib yuboradi. Maxluq yana hujumga o'tganda qahramon chaqqonlik bilan qochib qoladi va unga boshiga zarba beradi. Afsuski qilich sinib ketadi. Maxluq o'ziga kelgach, bosh qahramonga tashlanib, uning oyog'ini tishlab oladi. Qahramonning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Dahshatli og'riq uni o'lim yoqasiga olib keladi va hushini yo'qotadi. Shu paytda uning xayoliga boshlig'i bilan gaplashgani, qanday bo'lmasin missiyani muvaffaqiyatli tugatishi kerakligi haqidagi so'zlarni aks-sado beradi. Va yana zindonga qaytamiz. Zindonga yuborilgan odamlarning ko'pchiligi halok bo'lgan. Bosh qahramonning ko'zini ochib, singan qilichini qo'lga oladi. Maxluq esa unga tikilib turibdi va qayta tashlanishga shaylanadi. Aytgancha do'stlar, bu Janubiy Koreyaga tegishli mashhur manba bo'lib, bosh qahramon ismi Seo Jae-hye ekan. Jae-hye ko'zini ochganda vaqt to'xtab qoladi. To'satdan sirli ovoz eshitiladi. Jae-hye bu kim deb so'raydi. Gapirayotgan ovoz ham hayron bo'ladi. Meni eshityapsan? Ana u maxluqni o'ldir va meni ozod qil deydi. Ovoz so'zida davom etib, bu tiling bir kun boshingni yeydi. Tirik qolishga umid qilyapsanmi? Ikkala oyog'ingni ham yo'qotgansan. Qara, og'riqni sezmayapsanmi? Maxluqni yo'q qildim, deylik. Baribir bu yerdan o'z oyog'ing bilan chiqib keta olmaysan. Vaqting ham oz qoldi, deya aytadi. Jae-hyeni jahli chiqib, agar bu yerdan chiqsa, o'sha yaramas qariyani yo'q qilishini aytadi. To'satdan tepadan nur yarqirab, yorug'lik ichida to'rt ko'zli qora qarg'a chiqib keladi. U Jae-hyega imkon berishini va borib qirol taxtini egallashini aytadi. Nur pastga tushib, Jae-hyeni oyoqlarini qayta tiklaydi. Oq yorug'lik butun ekranni qamalab oladi. Jae-hye ko'zini ochganda stulda o'tirgandi. Oyoqlari avvalgi holiga qaytgan. O'rnidan turib qarasa, politsiya mahkamasida turibdi. Nimalar bo'layotganligini tushunmayotgandi. Yonidagi soatga qarasa, vaqt 2025-yilni ko'rsatayotgandi. Demak, Jae-hye 15 yil ortga qaytgan ekan. Bunga qanday erishganini hali ham anglab yetolmayotgandi. Uning yonida bir ayol va uning o'g'li turardi. Keyin Jae-hyeni esiga tushadi. O'shanda sariq kurtkali bola Jae-hyeni aldab jig'iga tekkan edi. Jae-hye azoblanib uni mushlagan. Sababli bolaning onasi politsiyaga arz qilgan edi. Jae-hye 15 yil oldin bu muammoni qanday hal qilganligini eslaydi. U o'shanda yalinib yolvorib uzr so'ragandi va ularga pul bergan edi. Xola Jae-hyega shapaloq urmoqchi bo'ladi, lekin qahramon uning qo'lini ushlab qoladi. Jae-hye uni qo'llarini ushlab oladi va oldin o'g'lingga qara, urushni o'g'ling boshladi deydi. O'g'lining jahli chiqib yana mushlamoqchi bo'lganda, Jae-hye tezlik bilan qo'lini ushlab yerga qulatadi. Chunki uning kelajakdagi jangovar texnikalari esida qolgan edi. Natijada Jae-hye vaqtinchalik kameraga qamab qo'yishadi, lekin unga baribir edi. Aynan shu 2025-yilda yer yuziga g'alati piramidalar paydo bo'la boshlaydi. Ularning ichida qimmatbaho sirli qurollar chiqadi. Shundan so'ng odamlar sehr ishlashni boshlaydi. Tabiiyki, tanlanganlar
Tabiiyki, tanlanganlarning sehri kuchli bo'lib, ular oson boshqara olishardi. JX artefaktlarni tilini tushunardi va ularning ovozini eshitardi. U g'alati artefaktni topib oladi va eng kuchlisi bo'lmoqchi bo'lganda, yirik korporatsiyalar kuchli artefaktlarni U g'alati artefaktni topib olib, eng kuchli bo'lmoqchi edi. U g'alati artefaktni topib olib, eng kuchlisi bo'lmoqchi edi. Lekin yirik korporatsiyalar kuchli artefaktlar bor zindonlarni oldini egallab olib, shaxsiy hududlarga aylantira boshlagandi. Shunday yirik korporatsiyalardan birining raisi JXga ulkan salohiyatni ko'rib, uni ishga oladi. Shundan keyin JX boshliqning naqadar iflos odam ekanligini biladi. Rais JXdan o'g'irlik, kontrabanda, josuslik va boshqa odamlarni tunash uchun foydalanib, uning ortidan boyib ketgandi. JX vaqtinchalik kamerada o'tirib, kelgusi 15 yilda nimalar bo'lishini eslaydi va shu paytda uning ko'z oldida xuddi Solo Leveling animesidek interfeys oynasi ochiladi. Aytgancha, kanalimizda Solo Leveling birinchi qismi videosi ham bor. O'tib like bosib qo'yishni unutmang. Bu interfeys faqat JXning o'ziga ko'rinardi va uning kelajakdagi mahoratlari ham ozgina qolgan edi. Tez orada JX ozod qilishadi. Uni tergovchi Jin Seok olib chiqadi. JX yoshligida Jin Seok unga ko'p Tez orada JXni ozod qilishadi. Uni tergovchi Jin Seok olib chiqadi. JX yoshligida Jin Seok unga ko'p yordam bergandi. Xuddi amakisidek bo'lib qolgandi. Yo'lda gaplashib ketayotdi. JX oxirgi paytlarda g'alati narsalar yoki piramidalar paydo bo'lmadimi deb so'raydi. Jin Seok esa yo'q deb javob beradi va unga borib dam olishini aytib, yarim yo'lda xayrlashadi. JX endi tezroq pul topish kerakligi haqida o'ylab turgandi va tor ko'chaga uni bezorilar va gangsterlar kutib turishgandi. JX o'tmishda ularning qo'lida ishlagandi va bular doim uning jig'iga tegishligi. JX endi tezroq pul topish kerakligi haqida o'ylab ketayotgandi va tor ko'chada uni bezorilar va gangsterlar kutib turishgandi. JX o'tmishda ularning qo'lida ishlagandi. Bular doim uning jig'iga tegishardi. Qahramonimiz o'ziga bir kun ishlaringni albatta qaytaraman deb va'da beradi va ular bilan jang boshladi. JX ularni osonlik bilan yer tishlatadi va shu paytda bezorilardan biri pichoq chiqaradi. Lekin bu oddiy pichoq emas edi, balki sehrli pichoq edi. Demak, piramidalar paydo bo'lmasidan oldin ham yer yuzida qadimiy artefaktlar mavjud bo'lgan va aynan shu hayajonli joyda birinchi qism o'z nihoyasiga yetadi. Yakuniy xulosa qilsam, do'stlar, ushbu birinchi qism uchun umumiy 10 dan 8.7 ball qo'ydim. Animening o'ziga xos va qiziqarli syujet bor, unchalik zo'r emas, unchalik rasvoy emas. Voqealar rivoji sal zeriktirib qo'yadi, lekin animatsiyaga keladigan bo'lsak, vizual effekt yomon emas, lekin ba'zi o'rinlarda 3D grafikasi qo'shilgan, biroz sezilib qolgan. Nima ham derdik, zamonaviy anime va manhwa sanoati kundan-kun rivojlanib bormoqda va anime industriyasi o'lib bormoqda. Sizningcha bosh qahramon o'z kelajagini o'zgartira oladimi? O'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia.